himoyachi kerak dedi, lekin Barsa umuman himoyachi olmoqchi emas shekilli, chunki yana bitta transferimiz bu Barkolya bo'lish arafasida ekan. 50 million yevro beryapti Barkolyaga Barselona va himoyachi emas, u hujumchi aslida. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimga obuna bo'lsanglar, men shu haqda video qilganman va batafsil tushunib olasizlar. Hozirda Barselona Deko'da PSG bilan muzokaraga jo'natgan va Barkolyani 50 million yevroga PSG sotishga tayyor va Barselona bu transferni amalga oshirmoqchi. Lekin Gordonning transferi-chi desanglar, ikkalasi ham afsuski Barkolya ham, lekin universal futbolchi Barkolya, sal markazda ham o'ynash mumkin, chapda o'ynayam unda farqi yo'q, lekin Barselona faqatgina hujumchi olyapti, himoyachi emas. Barselona o'sha taktikani ishlatyapti. Eng yaxshi himoya bu hujum deyshadi futbolda. Xuddi shu taktikani qilib Barselona tasavvur qiling. Rafinha, Gordon, Barkolya bu shunchaki endi pressing qilmaymiz. Biz pressingda yugurmaymiz, pressingda uchamiz. Chunki uchala futbolchi ham realni tez futbolchi hisoblanadi. Bu videoda repost tugmasini bosib Barsa tanishinglarga jo'natib qo'yinglar va himoyachi sotib oladimi Barsa deb kommentariy yozishingiz esdan chiqmasin. Yoki Alvarez